Saudiya Arabistonida 30 yildan beri ilk bor qor yog'di. 18 dekabr kuni Saudiya Arabistonining ayrim hududlarida kutilmagan tarzda qor yog'di. Bu haqda Anadolu xabar beradi. Saudiya Arabistonida qor yog'di. Ma'lum qilinishicha, mamlakatning shimoli-g'arbiy va markaziy qismlarida qor yog'ishi kuzatilgan. Mahalliy OAV Ar-Riyod va uning atrofida qor yog'ishi kamyob hodisa deb atagan. Al Arabiya telekanali esa bu voqeani tarixiy deb baholab, taxminan 30 yildan beri bunday holat qayd etilmaganini eslatgan. Qor yog'ishidan oldin sinoptiklar havo haroratining keskin pasayishi haqida ogohlantirgan. Shuningdek, mamlakatning ayrim hududlarida do'l va kuchli momaqaldiroq sababli qizil va tuyuq sariq darajadagi ob-havo e'lon qilingan. Maqolada aytilishicha, arab mamlakatlarida sovuq tushishi va kuchli yomg'irlar bilan kechayotgan kuchli ob-havo depressiyasi kuzatilmoqda. Ayrim joylarda qor yog'moqda.